Assalomu alaykum hammaga. Bugun 5-sentyabr. Onamni tug'ilgan kuni. Onamni tug'ilgan kunini bitta o'zim nishonlayapman. Lekin onam yo'q. Onam tirik bo'lganidami? Ona nima yegiz kelyapti ayting? Nima olib beray? Nima kiygiz kelyapti? Qayerga borgiz kelyapti derdim. Afsus, endi onam yo'q. Onamni sog'sam qabristonga borib, qabrda quchib yig'lardim. Ona, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Oxiratingiz obod bo'lsin, sog'-salomatlaringiz oson bo'lsin. Qorong'i kunlaringiz yorug' bo'lsin, onajon. Sizni juda ham sog'indim-da. Juda ham sog'indim uni.